Abdulla Qodiriy Jinlar bazmi hikoya. Otam bu hikoyasini boshlagan vaqtda mening vujudimni qo'rquv o'rab olar edi-da, ichimdan meni ham shunday jinlarga yo'liqtirma deb Tangriga yolvorib qo'yar edim. Kecha xolam bizning uyga mehmon bo'lib kelgan edi. Kechasi oshdan keyin otam, oyim, xolam uchovlari choy ichishib o'tirar va o'tgan-ketgandan so'zlashar edilar. So'z aylanib kelib yana o'sha jinlar, parilar, devlar to'g'risida to'xtadi. Otam bo'lsa, o'zi ko'rgan jinlar bazmini so'zlashdan yana tiyila olmadi. Otamning bu hikoyasi yuqorida so'zlaganimcha mening uchun ortiqcha vahimali bo'lganidan darrov o'rnimga kirib ko'rpamga burkanib yotib oldim. Otam menga bir kulib qaradi-da, jinlar bazmidan so'z ochdi. Yangi uylangan vaqtlarim edi. Tiriklik bilan ovora bo'lib, bog'ning poyasiga o'z vaqtida qara olmadim. Bir kim payt topib boqqa bordim. Tok juda ham o'sib ketgan, bargidan hatto 2 qarichgacha o'sib chiqqan edi. Shuning uchun ishkomlarda shtobroq tikkaytirishga to'g'ri kelar edi. Boqqa bora boshlaganimning 4-kuni kechasi bir oz yomg'ir yog'ib chiqdi. Go'yo yomg'irni kutib turgan toklar yana ham o'sib ketdilar. Sho'ralar bardi ustida engashib ishkom ustiga olmaganim uchun go'yo mendan arazlagandek ko'rinar edilar. Men nima bo'lsa ham poya ishini bugun bitirmoqchi bo'ldim. Ertaga tokni ochmasam ham o'zim uchun ham tok uchun jabr qilgan bo'laman deb o'yladim. Istakni ozroq olgan ekanman. Oxir peshin vaqtiga istak tamom bo'lib qoldi. Istak uchun bozorga boray desam, bir ishkomgina yamoq qoldi. Undan keyin bozordan qaytib chiqquncha kech ham bo'ladi. Nima qilish kerak? Uzoq o'ylab turmay tut, qayrag'och va tol kabi daraxtlardan istak chilpidim. Chilpigan istaklarni yig'ishtirguncha ham bir choy qaynar vaqt o'tdi. Istaklarni belbog'imga qistirib ishkomga kirdim. Qosh qorayib qorong'i tushgan paytda arang poya ishidan qutuldim. Yuz-qo'llarimni yuvib salla cho'ponimni kiyganimda obdon qorong'i bosgan edi. Bog' ishlagani kelgan qo'shnilardan hech birisi qolmagan, hamma shaharga jo'nab ketgan. Ko'chada chigirtkalarning chirillashi, qurbaqalarning qurillashidan boshqa tovush yo'q edi. Men bog'dan chiqqanda xufton bo'lmasa ham shunga yaqinlashib qolgan edi. Qorong'ida turtinib-surtinib yo'lga tushdim. Otam xolamga xitoban dedi: "Siz bilasiz, bizning bog'ning tevaragi quyuq daraxtlik maydonlar bilan o'ralgan. Katta ko'chaga tezroq chiqib olish uchun men shu maydonlardan yurdim. Maydon nihoyatda qorong'i va vahimali edi. Lekin men qorong'ida beparvo borar edim. Yolg'iz qorong'ida turtinib qiynalar edim. Katta ko'chaga chiqib olmog'im uchun orada bittagina xumdonchining chakalagi qoldi." Otam hikoyasini shu yerga keltirib taqagach, men ko'rpamga yaxshiroq burkanib oldim. Otam so'zida davom etdi: 1-2 qadam hamdam xumdonchining maydoniga tomon yurdim. Yiroqdan kelgan yorug'likni sezib, tevaragimga qaradim-da, hayron bo'lib qoldim. Qarshimdagi maydondan o'tkir nur sharpasi tushar edi. Bugina emas, kishilarning chag'ir-chug'ur so'zlashib kulishlari, gijidang bilan childirma, ora-chora dutor, tanbur, g'ijjak kabi sozlarning zaif, ammo yurakni qitiqlaytirgan tovushlari eshitilar edi. Men tong qotib bir necha vaqt turib qoldim. Darhaqiqat boyqushlar uyasi bo'lgan bir vayronada bunday voqeaning yuz berishi kishini albatta hayratda qoldirar edi. Holbuki men shu kun ertalab ham bu maydondan o'tgan edim. Bu yerda biror ziyofat bo'la turgan bo'lsa, erta bilan uning bir asari ko'rinar edi. Yosh yalanglar kunduz kuni harakat qilganlarda xara ko'chalar deb fikrimdan o'tkazdim. Men bazm bo'layotgan maydon orqali o'tmoqchi bo'lib, devor nahrasidan oshib tushdim. Oho, maydon ichi kunduzgidek yorug'. Daraxt shoxlariga chiroqlar osilgan, yerlarga ipak gilamlar yozilgan. Bir chekkaga katta oq samovarlar quyilgan, bir tarafda katta qozonlar qurilgan,
Biz davom etar edi. Maydonning o'rta yerida 100 chog'lik yosh qari kishilar qurshalib o'ltirib, dutor, tambur, childirma, nog'oralar chalib bazm qilar edilar. Shu choqda bir kishi oldimga yugurdi va bazmdagilarga qichqirib, "Mana, O'sar aka ham keldi", dedi. Bazmdagilarning hammalari ham menga qaradilar. "Keling, keling, O'sar aka, poyadan qutuldingizmi?" deyishdilar. O'sha onda ularga nima deb javob berganimni hozir eslolmayman, chunki juda ham garangsiragan edim. Ular meni o'z ixtiyorimga qo'ymay sudrab tortib to'rga chiqardilar. Odatda majlisga kirib o'ltirgandan keyin Fotiha o'qilar edi, biroq ularning har turli savol va muammolari bilan ovora bo'lib, Fotiha o'qish ham yodimdan chiqqan. Bir oz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ko'plarini qaysi joydadir ko'rgandek bo'laman. Aniqlab qarasam, umrimda ko'rmagan, tanishmagan yot kishilarga o'xshaydilar. Faqat ularning men bilan xuddi tanishlarcha muomala qilishlari, otimni atab chaqirishlari, qilgan ishlarimni so'rab, hatto boyagi istak chalpib yurganimni bilishlari meni juda ham ajabga qoldirgan edi. Oradan kimdir bilmadim, g'olibo majlisning boshlig'i bo'lsa kerak. O'sar akamga dasturxon yozilsin, dedi. To'rda o'tirganlardan yana birisi unga qarshi chiqdi. Ilgari bir bazm qilib olaylik, so'ngra dasturxonga hammamiz baravar qaraymiz, dedi va menga yuzini o'girib, "Siz ham bazmni sog'inib qolgandirsiz, ilgari bazm qilaylik-a", deb so'radi. Mening qornim och bo'lsa ham mehmonligim vajhidan uning fikriga qo'shilishdan boshqa choram yo'q edi. Sozandalar sozlarini to'g'irlay boshladilar. Sozlardan tanbur, dutor, g'ijjak, rubob, chang, nay va daf kabilar menga tanish bo'lsalar ham, yana men ko'rmagan va bilmagan bir qancha sozlar ham bor edi. Sozlar sozlandilar. Bir xil bosiq og'ir mashq chalina boshladi. Mashq sixirlik edi. Men yerga singib ketarlik darajada ezilmoqqa, asirlanmoqqa, ichimdan bir to'lqin kelib o'zimni qayerga urarimni bilmay entikmakka boshladim. Sozandalar hamon haligi bosiq mashqni sekin-sekin avjga chiqarib bordilar. Axir chidab turolmadim. Piq-piq yig'lay boshladim. Nega va nima uchun yig'lar edim, buni o'zim ham bilmayman. Uzoq yig'ladim. Nihoyat mashq bitdi, lekin meni ham o'zi bilan birga bitirdi. Ikki tegirmon toshi orasida yanchilgan kishidek majruh edim. Qimir etgani majolim yo'q edi. Ko'zimni ochdim. Majlisdagilarning barchasi ham go'yo bir ko'zdan mening holimga kulib qarab turar edilar. Men o'z holimdan uyalib yerga boqdim. Sozlar yana ikkinchi mashqni chalish uchun tayyorlanar edilar. Lekin men haligidek mashqni eshitishdan bezor bo'lgan edim. Yuragim gup-gup urib qoldi. Boyagidek mashqdan yana birini tinglasam ehtimol ajalimdan burun o'lar, yer bilan yakson bo'lar edim. Ikkinchi mashq boshlandi. Mashq boshlanishi bilan butun vujudimga hayot suvi yugurdi. O'zimda allaqanday bir lazzat his qildim. Mashq g'oyatda shodlikli edi. Bu ne deb ism berishni bilmayman. Shu vaqt o'rtaga 15-16 yoshlik bir qiz kelib kirdi. Uning sochlari jingala, yuz va ko'zlari do'nduq. Ustida yashil baxmaldan burma qilib tikilgan chiroyli delvagay kiyimi bor edi. Bir necha qadam chalishib o'rtada yurgan edi. Oyog'idagi qo'ng'iroqlari jiring'illab ketdi. Qiz mashq bilan baravar o'ynay boshladi. Mashq davom etar. Go'yo nafis soz tovushining yeli o'yinchi qizni g'ayri ixtiyoriy bir harakatga keltirardi. Dunyoga bir shodlik, bir ruh yog'adi. Go'yoki o'liklar tirillar, yerlar silkinar, toshlar qular, yulduzlar ucharlar, daraxt shoxlari titragandek bo'ladi. Axir shodliklarim yuragimga sig'maydi. O'z erkim bilan emas, allaqanday bir kuch o'tirgan joyimdan turg'izib yubordi. Qizning yoniga kirib men ham o'ynab ketdim. Oyim bilan xolam o'zlarini tutolmay kulib yubordilar. Mening bo'lsa ko'z o'ngimga dadamning o'ynagandagi ahvoli kelib to'xtagandek bo'ldi. Dadam davom etdi.
Shunday men o'ynay boshladim. Nima bo'lsa ham qiz bilan birdek o'ynamoqqa tirishaman. Qiz men bilan biroz o'ynab turgandan keyin o'rtadan chiqib bir chetga ketdi. Lekin men o'yinni to'xtatmadim. To'xtatish xotiramga ham kelmagan edi. Kishilar qars urib turadilar va meni masxaralagandek qiyqirib og'iz burunlarini qiyshaytiradilar. Lekin men ularga parvo qilmay o'yinni davom ettiraman. Bir vaqt alla narsaga turtinib yerga yiqildim. O'zimni o'nglab olib yana o'yinga harakat qilgan edim, tag'in muhkamcha yiqildim. Bir qancha vaqtdan so'ng o'nglanib o'rnimdan turdim va ko'zimni ochib tevaragimga qaradim. Orada na kishilar, na sozlar va na boshqalar hech kim, hech gap yo'q. Qop-qorong'i maydon, bir ariq ichida turibman. Men dadamning bu ko'rgan hodisasini muallim afandiga so'zlagan edim, kuldi. Vahima, hayolat dedi. Chindan ham vahimami? Vahima bo'lsa kishida qanday voqea bo'ladi? deb so'ragan edim. Afandim, kelasi juma bolalar o'rtasida bu to'g'rida ma'lumot beraman. Sen ham shu majlisda hozir bo'lsang vahimning qanday voqea bo'lishini bilib olasan dedi. Men albatta juma kuni maktabga borib afandimizdan vahimning kishida qanday paydo bo'lishini eshitaman. Vaqtingiz bo'lsa juma kuni siz ham boringiz.